Alloh uchun deb o'ylagan aqlan va tushunib turgan xatti-harakatingizda ertaga sizdan miyangiz tekshirib olish uchun aynan shu ayoldan sizga og'riqli vaziyat beriladi, ya'ni udar beriladi. Misol uchun, qo'shningizga somsa qilib berdingiz yoki qaynisingizga o'zingiz yashab turgan uyingizni sovg'a qilib bordingiz va sizni qaynisingizga ishingiz tushganda, qo'shningizga ishingiz tushganda, ular shunaqa vaziyat yaratib beradiki, hozir qilib bera olmayman, hozir olib bera olmayman, keyin men hozir uyingizga borib bolalaringizga qarab tura olmayman yoki uzr qo'shni, men bog'chada emas, erim bilan qayerdir o'tib ketyapman deganda, mashtingiz og'riyaptimi? Siz buni shartli qilibsiz. Ana o'sha paytda to'g'ri qo'shnimni vaqti yo'q, to'g'ri qaynisingni meni farzandlarimga qarab o'tirish shart emas. Voy, men xudoga soldim buni. Men bunga borimmi, даже uyimmi, joyimmi, erimni mashinasini berib yoribman deb bitta bolalarimni qarab o'tira olmadi. Voy, xudo bilsin deyapsizmi? Nimaga sizga u og'riqli vaziyat berildi? Bu narsa shartlimidi, shartli emasmidi tekshirilib olindingiz, elanib olindingiz va elakdan o'ta olmadingiz. Har bittaman Robbim uchun qildim, men prosta tak qildim degan joyingizdan udar olasiz aslida. U udar nima? Sizga tekshirilish, ya'ni galochka olish. Agar siz o'sha insonlardan qilganingizdan keyin sizga qilayotgan munosabatida jahli chiqib ketmasa, ana o'sha paytda haqiqatan siz o'tibsiz. Ya'ni siz bu narsani shartsiz qilibsiz. Endi shartsiz qilish uchun bitta kichkina tushuncha beraman-da. Hech qachon unutmang. Shunda men qildim, men kutmagan joyda menga keldi. U xoh yaxshilik bo'lsin, xoh yomonlik bo'lsin. Buni hech qachon unutmang. Agar insonlar shunaqa yashashni boshlagandacha, e'tiqodimizni farzandlarimizga, erimizga yoki kutuvlarimizni farzandlarimiz, erimiz, jamiyat, dunyo umuman qaratmagan bo'lardik. Chunki kutadiganimiz faqat bitta narsa bo'lardi. Qildim, men uni aniq bilaman, menga shartsiz beriladi. Qachon shartsiz beriladi? Qachon kutuvlaring tez amalga oshib ketadi? Qachon sen shartsiz berishni o'rgansang. Qarang, sizni so'raganlaringiz bir olam, lekin beradiganingiz mashincha bitta qumchaligan berayotganingiz yo'q. Hech narsa deb berayotganingiz yo'q. Faqat talab qilyapsiz va kutyapsiz. Berishni o'rganganingizni qanaqa berishi? Siz beryapsiz, go'yoki joningizni beryapsiz, o'zingizni bag'ishida qilib yordingiz. Lekin u yerda shartsizlik yo'q. Siz kutyapsiz va kutgan joyingizni zastres qilib qo'ygansiz, qotib fiksatsiyalanib qolgansiz. Ana o'sha eng katta xatosi. Men jonimni beraman erim uchun, o'zimdan voz kechdim qaynonam uchun. Nimaga razочароваться qilyapsiz? Chunki hammasi shartli edi. Siz o'sha eringizni oyog'ini bog'lab qo'yayotganingizda, unda turganingizda peshanadan o'pishini kutgan edingiz. Yoki sizga munosabatni o'zgartirishni kutgan edingiz. Agar siz shu munosabatda men qildim, botinchkasini bog'ladim va hech narsani kutmadim siz bu narsani siz kutgan kutuvingizdan 10 baravarini siz kimdir qilishda aqlingiz yetmayapti. Ya'ni siz buni miyangizga ko'rsatib qo'ying. Bugundan boshlab bitta narsani biling. Men qilaman va yo'limda davom etaman. Yomonlik ham xuddi shunday. Qilasiz, yo'lingizda davom etayotganda sizga qilishadi. Tushundingizmi? Men shu qarshimdagi insonga nimadir qilsam, agar men shu insondan agar ilhaq bo'lib kutuvlarimga qarab turadigan bo'lsam, o'sha yerda men qotib qolaman. Tushunyapsizmi? Men kutgan joyda har doim razочарование bo'ladi. Nima uchun razочарование bo'ladi? Chunki men faqat qilgan ishimni shundan deb o'yladi. Lekin dunyo shunaqa avtomat tuzilganki, qarang, men bunga shuna qilyapman, lekin men davom etyapman yo'limda, lekin men bunga qilganimdan 10x menga qilishyapti. Xuddi shunaqa ishlaydi. U xoh yaxshilik bo'lsin, xoh yomonlik bo'lsin. Agar siz yomonlikni shu ayolga qiladigan bo'lsangiz, bu ayollar menga kuchi yetmaydi. Yetmaydi menga kuchi. Lekin unutmang, sizga kuchi yetadiganlar topiladi. U shunaqa tez ishlaydi. Nimaga tez ishlaydi? Chunki balans buzilganda og'ib ketmasligingiz uchun siz qilgan narsa sizga qilinadi.